Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdık Acaroz, Washington'dan sözleyimiz. Hürmetli vatandaş, bugünkü islağa 2024 yıl 4. ayının 20. gün hepteki şembe vatandaşım. Sözlep kilip oturmuyoruz leksiyalarımızı. Bugünkü muhakeme ve leksiyada Sıdık Acaroz, Washington'da sözlerimiz. Azı dedim mi ya? Hiyalın başa gitip kaldık. Keçirinler vatandaşlar. Bugün sizlerge sözleydiğim leksiya hazır. Ben şimdi çalgı atkan meselemi. Şu ben hazır üzemçe bir yeni meseleye duş gelip kaldım ha vatandaş. 2 gündün biri. Burunmu şunda gelgen. Burunmu şunda haberler çıkıp doğan, kelip doğan. Kanda haberler desiniz vatandaş. Hazır bütün dünyanın şirketleri, hemen ötkenti dedim 12. ayının 1. günü Erkin Asya Radyosu tarqatkan haberde. Harita, Şinjan haritası Türkçe söz dedim bu. Müstemlik Uygurustan haritası konmagan, kağıdak düşmegen, kedirip tekşürüş, eçiş, yer ası, yer üstü baylığını eçiş için bütün dünyaya ama Müstemlik Uygurustan kırıp boptu dedi o vatandaş. Şunun bilen tünügün bir misal ağanıdık. Mesela dünyavi şirketler 27 bin tarmak şirket. Azər Uyguristan'da Uygur'un mecburi emgiki arkalık işlep çıkarılgan altın bilen dünyavi savdo kılıvatıdı deymiz. Haber geldi vatandaşlar. Bugün şunu ben yeni meseleye düş geldim degende şu meseleye düş geldim. Hazır sizlerle sözleşimiz. Bugünkü sözleşilen sözümün mavzusu Ömer Kanat Efendim bilen söhbet. Ömer Kanat Efendim, paliyetçi efendim. Ben üzem bu kişi bilen 1 saat bir yerde işleş bakmadım. İşte onda emez. O kişiyle obdan paliyet kıldık. Aynı çağda Rabia Kadir türmede yeni çıkan vaxtladı ki paliyet. Meyle Norvegiya, meyle Şvitsariya, meyle Gollandiya, meyle Şvitsiya. Müşarlıktan hemisi Ömer Kanat Efendi biz bilen bille. Hem özü siyasi faaliyetçi süptede hem Rabia Kadır'a tercüme kılıç süptede. Şundak bille işlep keldik Ömer Kanat bilen. Bugün menen Ömer Kanat doğrusu söhbet degenim yakında 5. ayda München şehirde Germaniyada Azər Dünya Uygur Qurultayının 20 yıllık hatır gününü hatırlaydıgan yığın eçildi ki vatandaş. Ben Dünya Uygur Qurultayı'daki kimle adamlar doğrusudur göz karışım nime, nefretim nime, muhabbetim nime. Ben bugün bu doğru toxtalmayım vatandaşım. Lekin bir nokta şunu bilmelin ki, ben ötkeni bir katım misal aldım. Xitayning nüfusu bir devlet yoki 1 milyard 400 milyon nüfusu var bir devletin. Men demokratman, men faaliyetçiman, men siyasi göz karışım okşamaydigan adam, Kompartiya başka göz karşı yaşayotgan adam dep kelip, hazırkı Garip dünyası asaslığı Amerika Qo'shma Shtatlarida var. Mesela Vijinsin Wang'dan degen adamlar hazırgacha bir grup var. Kurup çıkanmı de vatandaş. Bir grup buluşup faaliyet kılalmıdı vatandaş. Ulanın her katım kılıvatkan hareketleri çünkü okurmenlerinin, körürmenlerinin tenkide uçurap geldi vatandaş. Yakında açkan bir yığındı mı Cungo'nun üzünün furaları, çet ellerdeki körürmenler, okurmenlerin özü yılda bir katım eçildiğin yığın, yılda bir katım dokulat verdiğin yığın dep tanqit kıldı. Bilen demekçi bu oğlum 1 milyar 400 milyon nüfusu var Cungoluk çet ellerde demokratik faaliyet ve şu faaliyetke layık bir teşkilatı teşkillep çıkanmadı vatandaş. Lekin Uygur, müstemliki Uyguristan'ın adamları çet elde Dünya Uygur Qurultayını kurdu. Amerika'da Uygur oğuçular uyuşması kurdu. Yani başka yerlerde azdır köptür teşkilatlarını kurup hazır faaliyet kılıvatqanda ben Xitay ile Uygur'unu seliş durup Uygur'dan elbette pəxərlənəmən də vatandaş. İşki nizah, işki azarla bıyaqtırıp dursun. Baş yerilse tumaqның içinde, kol sınsı yanның içinde içki işler turup dursun.
Uyg'ur yoshları, Uyg'ur farzandlari hozir da'vo qilayotgan faoliyatdagi farzandlar mushunchalik ishni qila oladi. Ularning dunyo Uyg'ur qurultayini xotirlash, qurilganligini xotirlash, o'zining xizmatlaridan qayta eslab chiqish. Endi mishadi bir narsa endi keldi vatandosh mana. Nima keldi? Masalan, dunyo Uyg'ur qurultayi 20 yillik tarixini xotirlaganda bir xulosa cümle, 2 cümlelik ya 3 cümlelik bir xulasa çıkarılış gerek. Mesela biz muş işlerini kıldık. Netice neyme? Biz bunu dünya Uygur qurultayga zorlamaymiz. Ve sen çokum muşu faaliyette muşundak netice elip çıkışın gerek idi. Ondak şart koymaymiz. Bu dünya. Bu dünya sen bilen benden neredeki dünya ikinci alem, ikinci bir dünya. Bu dünyanı sen ben özgertemeymen, sen ben üzemden diyen rayı elip kiremeymen bu dünya. Şuna o bükti reallık olan bir şahs oturusundaki fark veya ki çek bu insanlarını hem huşal kıladığın hem insanlarını azaplaydıgan bir çektir. Vatanda şuna biz bu qurultayda işleyotgan Uyghur farzandlari orta talep koyalmaymiz. Reallik qarab turib gap qilamiz, reallik qarab turib talep qo'yamiz. Mening hozir deganim Dünya Uyghur qurultayi 20 yillik tarixini xulosalaydi, bir xulosaga chiqardi. Bugun Dünya Uyghur qurultayi ishlagan ishlar bilan birga siz ham, men ham hammamiz yangi bir masalaga duch keldik vatandosh. Başlapta kişilik hukuk keyingi kısmıga kelganda genocide, soykırım, Uyghur qirg'inchiligi. Bizning faoliyatimiz oxiri shu nuqtaga kelib to'xtadi. Hozir jahon matbuotlari va yoki jahondagi aytim so'zlam maydonlarida genocide degan gap aziyib qoldi. Uyghur qirg'inchiligi degan gap aziyib qoldi. Bunun sebeplerini u yoq bu yoqdan izlabmi topolmaymiz vatandoshim. Men dedim-ku, kuchimiz yetmaydi. Qadimimiz o nereye boramaydi dedim-ku vatandosh. Biroq yaqinda 4-oyning 10-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Ramazon faoliyatida va shu Ramazon faoliyatiga chaqirilgan, qatnashgan Uyg'ur farzandlarining faoliyati nihoyat yaxshi bo'ldi. Men buni aytamanki, ümidsizlik ichida umidning paydo bo'lishi, yana ümit içindeki ümitsizlik, Uyg'urni azaplaydigan, Uyg'urni qiynaydigan mana shu programma, mana shu kategoriya vatanda. Başta tashlanib qoldi dedik. Endi oxiri kelgan nima dedik? 4-oyning 10-kuni Antony Blinken Ramazon xotirlash, Ramazonni tabriklash faoliyatlarida Uyg'ur faoliyatchilar bilan birga bo'ldi vatandosh. Mana yaqinda hozir erkinlikning chaqirishi tunugillatin sobiq prezident George W. Bush nomidagi bir saraydimi? Shundoq o'tkazilibdi. Bu sarayga tartibga qarasangiz, kun tartibga qarasangiz Ala. Yeni olaysam aldıkayını da sep turvatı kın raylanın bugün gipini anlaymayam. Ha, ma'qul. To'xta, men mana so'zni bilib birdan keltirib berasizmi? Ha, nima degan to'q? Ana ümit ve ümitsizlik işe keldik deb. Yani şuna aytganda hozir Dünya Uyghur qurultayi 5-oyning 2-kunidagi xotirlash kunida faoliyat, harakat ve natija qismida nima deydi? Hozir men bir masalaga duch keldik, Uyg'ur bir masalaga duch keldi degan gapning ma'nosi men boshda mavzu qo'ygandek Ömer Qanat apandi bilan suhbat. Ömer Qanat apandi mana endi boshlaymiz. Bunga diqqat qilasiz. CADS ning dokalati Uyg'ur majburiy emgaki orqali qazib olingan oltinlar dunyo miqyosida ishlatilmoqda. Mavzuli xabar 24-yil 4-oyning 27-kuni Erkin Osiyoning Uyg'ur til programmasi e'lon qilindi.
haber mındak başlandı. Bu haberini tayyorlagan kişi radyoning muhbiri Nur İman. 17 aprel günü merkezi Washington'daki İlgar Mudafaa Tadqiqat Merkezi CDS Uyghur Avtonom rayonida ishlab chiqarilgan oltinning yer sharidagi ishlatilish doirasi sarlavlik yangi dokladini e'lon qildi. Mazkur dokladda deyilishi bu doklad oldingi yili 11 oktyabrda e'lon qilingan yerilgan tomurla dunyoning Uyghur rayonidagi qazilma boyliqlarga tayinib qilishi sarlavlik dokladning davomi ekan. Oldingi yildagi dokladda Amerikadagi yüzlagan cho'ng shirkatning Uyghur rayonidagi majburiy emgak kuchlari tarafidan qazilayotgan oltinlardan foydalanib mahsulotlar ishlab chiqarayotgan bo'lishi mumkinligi o'ttira qo'yilgan edi. Bu qatimliq yangi dokladda ko'rsatilishicha Uyghur majburiy emgak kuchini qo'llanib ishlab chiqarilgan oltinlarning dunyo miqyosida eksport qilinayotganligi bayqalgan. Yig'ib aytganda 400 dan ortiq shirkat dunyoda 400 dan ortiq shirkat Uyghur majburiy emgaki orqali ishlab chiqarilgan oltin manbasiga, ya'ni oltin zapasiga. Bu oltin Uyg'uristonning oltini, Uyg'uristonning yer zaminidan chiqdi. Bu oltinni qo'llayotgan majburiy emgak selingan qullar, Uyg'ur qullar qo'llaydi, qizib oladi xalqaro bozorga. To'y shirkat bundan savdo qilyotdi, bundan foydalanyotdi. Bu shirkatlar mushu oltin bilan mengyotdi. 400 dan ortiq shirkat Uyg'ur majburiy emgaki orqali ishlab chiqarilgan oltin manbasiga, oltin zapasiga tayinib dunyoning har qaysi joylarida savdo qildi. Kam deganda 27 ming tarmoq shirkat. Men dedim-ku, tunagan, men to'g'ri ekan, xato so'zlamabman. 27 ming tarmoq shirkat butun dunyoda Uyg'ur majburiy emgaki orqali qazilayotgan oltinlar bilan chetiladigan bo'lib, bu shirkatlar Yevropa davlatlari, Hong Kong va Singapur qatorliq davlatlarni o'z ichiga oladi. Bir qancha yuqori darajalik savdo rayonlarida tijorat qiladi. Ömer Kanat Efendi 400 dan ortiq shirkat dunyoda Uyg'urning oltini bilan savdo qiladi. Uyg'urning oltini Uyg'urning majburiy emgaki orqali ishlab chiqariladi. Ömer Kanat Efendi dunyoda 27 ming tarmoq shirkat Uyg'ur majburiy emgaki orqali ishlab chiqarilgan, qazilayotgan oltinlar bilan savdo qiladi. Ömer Kanat Efendi o'xshashlar Amerikalik bir arbob ismi Itan Gutman. Ataman Cheslavla Itan Gutman davlat majlisida guvohlikdan o'tdi. Ishki a'zolarni kesib olib, ko'chirib setish. Birinchi qatim o'tganda 25 mingdan 65 minggacha Uyg'urning har yili bo'riki, jigiri, o'pkisi kesib elinadi dedi. İkinci qatim guvohlikda o'tganda 20 mingdan 50 mingga qadar Uyg'urning bo'riki, jigiri kesib elinadi dedi. Bugun Uyg'urning majburiy emgaki dunyoda 4 shirkat majburiy emgak bilan qazib elingan oltin savdosi qilyapti. Dunyoda 27 ming shirkat hozir Uyg'urda Uyg'uristondan qazib chiqarilgan Uyg'ur majburiy emgaki bilan ishlab chiqarilgan oltin bilan savdo qilyapti dedi. Hürmetli Ömer Kanat Efendi, siz kişilik hukuk faaliyeti kılıvatsız nöbet hem şu mecburi emgek, şu genocide, soykırım, Uygur kırgınçılığı, muşu mesele boyunca kişilik hukuk faaliyeti kılıvatsız. Kollayımız, faaliyetinizi kollayımız. Özünüz elip berivatkan faaliyet bilen ve onun bugünkü kelgende erişken neticesi bilen Ömer Kanat Efendi bana bu haberini seliştirip görünce. 27 ming dünyada tarmoq shirkat
Uygurning oltini bilan savdo qiladi. Bu oltinni Uygurlar tayyorlab beryapti. Mecburi emgek bilen tayyorlab beryapti. Dünyada 100'den ortiq şirket Uygurning oltini bilan savdo qilyapti. Bu oltinni Uygur mecburi emgek orqali tayyorlab beryapti. Siz elib berayotgan faoliyat nerede kaldı? Faoliyatning natijasi nerede kaldı? Onun jarayoni nima bo'ldi? Bu o'zingizga ma'lum, Umar Qanat efendi, ham bizga ma'lum. Mushu radio orqali, xabarlar orqali faoliyatingizdan xabar topyapmiz. Qilyapsiz, qo'llaymiz, qilmasangiz bo'lmaydi bu faoliyatni. Men boshda aytdim-ku, majburlab qo'ya olmaymiz. Sen mana qilishing kerak, ana qilishing kerak deyolmaymiz. Chunki o'zingizning Dunyo Uyg'ur qurultayida faoliyat qilayotgan faoliyatchilarning Amerikada faoliyat qilayotgan faoliyatchilarning kuchi, iqtidori qayergacha yetadi? Şunu qarab turimiz, şunu qo'llaymiz. Kuchi yetmagan narsalarni biz farzandlarimizga ona qilmading, mana qilmading demaymiz hargiz. Sababi Uyg'urning kuchi shunchalik. Sababi Uyg'urning dunyodagi o'rni shunchalik. Sababi Uyg'urning mahkumligi, mazlumligi shunchalik. Şunu bilib turib, biz sizga o vazifani qo'ymaymiz, yani birisiga o vazifani qo'ymaymiz. Umar Qanat efendi, hozir buni siz anglab bo'ldingiz, endi bana qarab turing ha. CIDS'ning tadqiqotchisi Michel Condi mazkur doklad haqida radiomizning ziyoratini qabul qilib, Erkin Osiyo Uyg'ur til programmasi muxbirining ziyoratini qabul qilib, bu doklad orqali Uyg'ur majburiy emgaki orqali ishlab chiqarilgan har turli mahsulotlarni har qanday bir shaklda ishlatish orqali Xitoyning Uyg'urlarni texnik ko'p majburiy emgakka selishiga yo'l ochib berayotgan davlat va shirkatlarning oshkorlanganligini bildirdi. Biz bu yerda demokratik ellarda iqtisod faoliyati bilan shug'ullanadigan shirkatlar bilan hukumat va davlat o'rtasida qanday munosabat bor? Bundan xabarsiz emas Umar Qanat efendi. Bu shirkatlar bilan davlatning tuzgan qonunlar o'rtasida qanday munosabat bor? Uni bilmaymiz Umar Qanat efendi. Lekin shuning ishonimizki, demokratik ellarda iqtisod shirkat faoliyatlariga shug'ullanagan shirkat boshliqlariga berilgan qonundagi imtiyoz albatta demokratik ellerning o'zining qonuniga xos bo'ladi. Masalan, siyosat, kishilik huquq sohasida Uyg'urni qanday ko'tarib chiqayotgan bo'lsa, Amerikadagi ellarda, endi Amerikaning shirkatlari, ya'ni boshqa dunyodagi boshqa shirkatlarning Uyg'uristonga berib mablag' solishi bugungi kunda Umar Qanat efendi yirik bir ish bo'lib qoldi-ku Umar Qanat efendi. Bizning nazarimizda Xitoy mustabbid davlat. Bizning qirg'inchilik, bizni Uyg'urni qirg'in qilayotgan davlat, Uyg'ur qirg'inchilik bilan shug'ullanayotgan davlat. Shundaq vaqtda g'arb davlatlarda bu cho'ng shirkatlarning junguga berib mablag' solishi bu ajoyib bir ish bo'ldi. Bu yerda savol qo'ymizki, sizlar qilayotgan faoliyat uning natijasi nima? Nemishqa bu shirkatlar berib mustabbid davlat Xitoy hukmronligidagi Uyg'uristonga mablag' soladi. Bu qiziq bir ish bo'ldi-ku Umar Qanat efendi. Qiziq bir ish bo'ldi Umar Qanat efendi. Qarab turing, bugun mening kameramdan sal chataq chiqyapti. Ikkinchisi, mening chip degan narsamdan sal chataq chiqyapti. Mushu narsa elimdimi bilmadim, bugun 3 qism tasdiqladim, nima qayta ishlab baxtim bo'lmadi. Men oxirgisi Umar Qanat efendi sizga qo'ydigan bir savolim bor. İdeali tayyorlik qiling efendim. Siz duch keldingiz bu masalaga, men duch keldim bu masalaga, Uyg'ur duch keldi bu masalaga. Dunyo Uyg'ur qurultayi duch keldi bu masalaga. Endilikda biz Umar Qanat efendi bilan qo'shilamsiz Umar Qanat efendi. İdeali tayyorlik qiling. Biz davoni Uyg'urning siyosat davosini endi qaytadan boshlaymiz Umar Qanat efendi. Mening buning uchun siz tayyorlik qiling deganimning sababi Umar Qanat efendi Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisidan appointment olasiz.
Agar qo'rqsangiz, tarjimonlik qilishdan qo'rqsangiz, boshqa bir kishini menga tarjimonlikqa tayinlab bering. Mas'uliyati yo'q bir odam qo'rqmaydi. Mas'uliyati yo'q odam qo'rqmaydi. Shunday odamni birini menga tarjimonlik tayyorlab bering. Agar appointment elib davlat majlisida kimdi qaysi bir rahbar qo'shildigan bo'lsa, sizga ro'zi kelib davlat majlisida guvohlikdan o'tadi. Mavzu mening qo'ygan mavzum emas. Mavzu Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti George W. Bush 2005-yili 5-oyning 6-kuni Latviyaning Riga shahrida Ikkinchi dunyo urushi axırlaşqanlığının 50 yılligini xatırlaganda shundoq dedi. Yalta yig'ini, Yalta konferensi intayin zo'r tarixiy xatolik edi. Mana shu mavzu bo'yicha Ömer Qanat apandi davlat majlisidan appointment alasiz, men guvohlikda o'taman. Amerikada mening hech qanday jinoyatim yo'q, yani ma'noda xotirjam bo'ling. Radio cheklaydi, u yerni cheklaydi, bu yerni cheklaydi, ikkinchi gap. Chunki Xitoyning besimi bor. Xitoyning besimi orqali o radiolar, bu radiolar meni cheklab turdi, bu cho'ng gap emas. Xitoyda, Amerikada mening hech qanday jinoyat va gunoh o'tkazganim yo'q. Men Amerika Qo'shma Shtatlari davlat majlisiga kirib guvohlikdan o'taman. Qaysi bo'yicha, qaysi mavzu bo'yicha? Sobiq prezident George W. Bushning o'tirib qo'ygan so'zi nutqi va shu nutqida so'zlangan shu mavzu bo'yicha. Buning uchun Ömer Qanat apandi, men sizga havola qilaman Amerika Qo'shma Shtatlari davlat majlisidan appointment eling apandi. Shunga men bugungi so'zimni qarang, shundaq mo'tazil, shundaq isil so'zildim sizga nisbatan. Nimish isil so'zildim? Sizga muomalam nihoyat isil bo'ldi-da Ömer Qanat apandi. Ben sizden kütüme bunu Ömer Qanat apandi. Bilamda ben bu leksiyanın devamını yani sözden bilapma. Şembe günde. Sizden muşununla tayyorlik qilishiniz. O g'albali yigit. Çünkü siz faaliyetçi adam. Qo'lingizdan keladi bunda ishlar. Men mavzu başta aytdim-ku. Sobiq prezident George W. Bush 2005-yili 5-oyning 6-kuni Ikkinchi dunyo urushi oxirlashganligining 50 yilligini xotirlash kunida Latviyaning poytaxti Rigada so'zlagan nutq Yalta konferensi intayin zo'r tarixiy xatolik edi. Ömer Qanat apandi jur'at bilan yigit.